Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar, hurmatli ilmiy izlanuvchilar. A, yu- a, Telegram kanalimda taqdim etib borayotganim video qo'llanmalarni davom etamiz. Qaysiki tugalagan maqolam uchun tanlagan jurnalimni ko'rsatmalarga moslashtirish bo'yicha video qo'llanmalar taqdim etib boryapman. Demak, bundan oldingi videoda ham maqolamda qisqartirish ishlarini olib borganligim haqida aytib sizlarga ma'lumot berdim. Demak, bu yerda introduction qismini, literature review qismini qisqartirganligim bo'yicha va resultsda ham qisqartirishlar amalga oshirganligim to'g'risida aytib o'tdim. Uzr, hurmatli tadqiqotchilar, resultsda emas. Demak, metodologiya qismiga oxiriga kelgan ekanman, lekin metodologiya qismida qisqartirishlar amalga oshirmadim. Unda aksincha AI declaration'ni sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha, demak, deklaratsiyani kiritdim. Xo'p, results bo'yicha qanaqa qisqartirishlar amalga oshirdim? Unda, demak, menga sun'iy intellekt tayyorlab bergan qo'llanmaga murojaat qildim yana. Bunda, demak, ma'lumotlarimni asosiy tahlillari boshlashdan oldin man to'plagan ma'lumotlar, tadqiqotim natijasida to'plagan ma'lumotlar normal taqsimotga egami yo'qmi, bu borada bir nechta testlarni amalga oshirgan edim. Undan tashqari o'zgaruvchilar o'rtasida, ayniqsa mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik yo'qmi yoki bormi, buni bilish uchun VIF testini amalga oshirgan edim. Undan tashqari, demak, asosiy tahlillarimdan tashqari guruh farqliklari o'rtasida ham turli xil testlarni amalga oshirgan edim. Bunda T-testni, ANOVAni, post-hoc testlarni, chi-square testlarini amalga oshirganim va har bittasini jadvallarini berganim, hammasiga izohlab bergan edim. Hammasi hozirda, demak, maqolani umumiy hajmida jurnal talablari bo'yicha oshib ketyapti. Shuning uchun sun'iy intellekt tomonidan tayyorlab berilgan bu qo'llanmada mana shu kabi, demak, jadvallari supplementary materials, ya'ni demak, ixtiyoriy taqdim etiladigan fayllar ichida berishni ma'qul ko'rdim. Bunda, demak, quyidagi qisqartirishlarni amalga oshirdim. Mana bu, demak, jurnal uchun tayyorlab qo'ygan manuskriptim va unda, demak, mana bu joyda descriptive statistics davom etamiz. Qisqartiradigan tomonlarimni aytaman. Keyin bu yerda nega kerak bo'lgan, maqolada bo'lishi kerak bo'lgan demak, jadvallar va figrlar yo'qligi to'g'risida keyin aytib o'taman. Demak, hozir biz qisqartirgan ma'lumotlarim bu yerda multicollinearity testini tekshirganim bo'yicha jadvalni bu yerdan oldim. Undan tashqari demak, ma'lumotni normal taqsimotga egami yo'qmi, u haqida, demak, tekshirilgan demak, bu yerdagi jadvallarni oldim, bu yerdan udalit qildim va guruh farqliklariga tegishli bo'lgan bir nechta jadvallar bor edi mana bu joyda. Guruh farqliklariga tegishli bo'lgan, qaysiki survey tadqiqotimda ishtirok etgan respondentlarni demak, demografik faktorlarini ham olganmiz va o'sha demografik faktorlarga ko'ra bir nechta guruhlarga bo'linadi. Masalan, ayol erkaklar guruhi yoki ta'lim darajasiga ko'ra guruhlar bor, yoki qishloq shaharda yashovchi respondentlarga ko'ra guruhlar bor, yoki raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish chastotasiga ko'ra guruhlar bor, yoki raqamli moliyaviy xizmatlarni turlaridan foydalanish bo'yicha guruhlar bor va hokazo. Bularni hammasini guruh deb olamiz va guruhlar o'rtasida, demak, tobe o'zgaruvchilarga nisbatan ular qanday baholashlarni amalga oshirgan. Buni bilishimiz uchun bir nechta testlarni amalga oshirgan edim. Demak, bu haqda hatto Telegram postimda, Telegram kanalimda video qo'llanmalar ham taqdim etganman. Hammasini alohida taqdim etganman. Ma'lumotni normalligini tekshirish bo'yicha mana bu kabi jadvallar ishlaganman, mana bu kabi grafiklar ishlaganman. Demak, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rishim uchun VIF testini ishlaganman va mana bu yerda asosiy testlardan keyin guruh farqliklari testlari mana bu joyda boshlangan, tahlillar aniqrog'i. Va bunda, demak, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta jadval va ularni izohlari ekan. Bu ham yaxshigina demak, maqolani hajmini oshishiga ta'sir qilyapti. Shuning uchun mana shu kabi, demak, guruh farqliklariga tegishli bo'lgan ma'lumotni hammasini boyagi bitta abzasdan umumlashtirdim-da va bu jadvallarni hammasini supplementary materialsga oldim. Va mana bu
ko'rinishda bo'ldi hozir. Umumiy mana shu bir nechta tahlillarim mana bu demak demographic group differences demak abzasida mana bu qism kerak emas. Boyagi to'liq o'sha 9 ta 10 ta jadvalga tegishli bo'lgan izohlari hammasi mana shu bitta abzas qilib umumlashtirdim va manuskriptdan olganim bu jadvallarni mana bu yerga supplementary materials with va group differences deb сохранить qildimda mana bu joyga o'tkazdim. Masalan, VIF testini tekshirishim bo'yicha natijalar bu taqrizchilar uchun va muharrir uchun. O'quvchilar uchun emas, chunki bularga men table raqamini qo'ymadim va bular haqida faqat tekstda ma'lumot berdim. Chunki oldingi o'zim o'qib yurgan, ko'rgan maqolalarimda ham shunga o'xshash vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Agar hajm borasida muammo bo'ladigan bo'lsa, demak ortiqcha jadvallar bo'ladigan bo'lsa, u ilovada ham sig'maydigan bo'ladigan bo'lsa, faqat mana shu jadvallar natijalari yoziladi. Lekin buni endi muharrirlar, taqrizchilar yoki akademik muharrirlar ko'radi-ku, rostdan ham bu jadval bormi, yo'qmi, rostdan ham bu natija chiqqanmi, yo'qmi. Shuning uchun supplementary materialsga bu kabi demak o'quvchilar uchun emas, lekin taqrizchilar, muharrirlar uchun, ma'lumot uchun mana bunday qilib demak taqdim etib berishimiz kerak bo'ladi. Bunda hozir men jadvallar ustida hali ishlashim kerak. Bunda o'sha nima shrifti bo'yicha ishlashim kerak bo'ladi hozir bunda. Faqat bu yerda hozir jadvalni alohida tayyorlab qo'yganman. Shunday qilib, demak, mana shu kabi jadvallar supplementary materialsga o'tkazdim va demak, undan tashqari xo'p, boya yuqoridagi videoda aytdimmi yo'qmi, referensesga tegishli bo'lgan ma'lumotlar ham bor. Qaysiki jurnal talabiga ko'ra referenses, ya'ni adabiyotlar ro'yxatidagi sayt qilingan mana bu kabi sayt ma'lumotlari Garvard stylda bo'lishi kerak ekan. Men maqolamni APA ni 7-edition bo'yicha tayyorlagan edim va buni to'liq sun'iy intellektda Garvard stylga o'tkazib chiqdim. Buni ham lekin oldin bilish kerak, jurnalni o'sha AI policyni o'qish kerak. Jurnal bunga ruxsat beradimi, yo'qmi? Odatda ruxsat beradi. Xo'p, bu yerda yana qanday o'zgarishlarni amalga oshirdim? Jurnal talabiga ko'ra asosiy manuskriptning ichida table bo'lishi kerak emas ekan. Va asosiy manuskriptning ichida figures, ya'ni grafiklar bo'lishi kerak emas ekan. Ularni alohida faylda yoki o'sha figurlarni o'zini alohida yuborish kerak ekan. Faqat bu joyga insert figure to here yoki insert table for here qilib o'rnini belgilab qo'yar ekanmiz. Taqrizchilarga mana shunday tekshirish qulayligi sababli. Xo'p, men demak jurnal muharriri uchun ya'ni submission tizimidan yuborishim uchun table'larni alohida ajratdim, lekin hali table'lar ustida ishlashim kerak. Bunda demak mana birinchi table'dan tortib demak 10 table'gacha, o'zi 22 ta table edi. O'shandan faqat 10 ta jadvallar qoldi. Qolgan table'lar demak supplementary materialsga o'tkazdim. Mana bular eng asosiylari. Bu ham muharrir uchun, taqrizchilar uchun va o'quvchilar uchun. Buni hozir demak ustida biroz hali yana ishlashim kerak bo'ladi. Rasmlar bo'yicha, figurlar bo'yicha demak alohida yuborish ham so'ralgan yoki faylda. Men alohida tayyorladim. Qaysiki tadqiqot modelimni PDF da so'ralgan ekan yoki boshqa formatlar ham so'ralgan, lekin PDF da yuborishni ma'qul ko'rdim, chunki sifat nuqtai nazaridan. Buni birinchi o'zim qo'lda chizdim, keyin sun'iy intellekt orqali prompt bilan mana shu ko'rinishda sun'iy intellekt chizib berdi. Lekin birinchi o'zim chizganman buni. Qaysiki mana bu metodologiya qismida buni Wordda o'zim chizib olgandim. Bu yerda hozir rasm ko'rinishda, boshqa Wordda chizib, uni rasm ko'rinishda olib, bu demak maqolaga joylashtirgan edim. Lekin keyin xuddi shuni yana kesdimda, sun'iy intellektga berib, mana bu rasmni, xuddi shuni o'zi, mana shu rasmni jurnalga yuborish uchun tayyorlab oldim. Keyin QQ plotlarni, ya'ni qaysiki ma'lumot normal taqsimotga egami, yo'qmi shu borasida grafiklar ko'rinishida ham natijalar olgan edim. Bunda 6 ta edi natijalar.
Chunki har bitta variable bo'yicha, demak, alohida QQ plotni grafiklarini Stata dasturida olgan edim. Mana buni nazarda tutyapman. Bu oldingi o'sha manuskrip hali jurnalga jurnal tanlamasimdagi oldingi ko'rinishda mana alohida 6ta konstruktim bo'yicha. Shuni sun'iy intellektda mana bunaqa bitta rasm qilib tayyorlab oldim. Sun'iy intellekt tayyorladim. Buni lekin o'sha AI Declaration'da yozib o'tdim. Bu ham PDFda va marginal effects, qaysiki moderator o'zgaruvchisi bor menda modelimda. Moderator o'zgaruvchi demak ishtirok etyaptimi modelda, ya'ni o'sha mustaqil va tobe o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik yo'lini kuchaytiryapti yoki susaytiryapti. Mana bu bo'yicha tahlillar amalga oshirgan edim va mana bu grafiklarni ishlagan edim o'sha tahlillardan keyin. Mana bu ham alohida ishlagan edim bularni. Bu ikkalasidan mana bunaqa bitta, demak, rasmni sun'iy intellekt menga ishlab berdi. Xuddi o'shalarni o'zidan faqat birlashtirib ishlab berdi. Va buni ham demak AI Declaration'da yozib ko'rsatib o'tdim. Men tanlagan jurnalda mana shunaqa figurlar alohida yuborilar ekan, tablelar bitta fayl qilib yuborilar ekan, manuskript anonim alohida bitta fayl qilib yuborilar ekan. Va ortiqcha anaqa jadvallar, so'rovnoma bo'ladigan bo'lsa, qaysiki maqolamizga sig'maydigan, ular mana bu supplementary materials ko'rinishida berar ekanmiz. Mana birinchi supplementary materialsda ilova hujjatlari, ya'ni respondentlarga bergan so'rovnomamni ingliz tilida bu yerda, bu taqrizchilar uchun maqolaga qo'yishni nazarda tutmadim, ilovalarni nazarda tutmadim. Taqrizchilar va muharrirlar ko'rish uchun buni tayyorlab qo'ydim va mana bu jadvallar. Ya'ni maqolamdan chiqargan jadvallarim, buni ham taqrizchilar va muharrir ko'rish uchun tayyorlab qo'ydim. Demak, hurmatli tadqiqotchilar, buning uchun albatta hammada bir xil bo'lmaydi. Siz ham hozir agar maqola tayyorlab jurnal tanlayotgan paytingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta mualliflar uchun ko'rsatmalarni o'qishingiz kerak bo'ladi. O'sha mualliflar uchun ko'rsatmalarda yozilgan, ularga qanaqa fayl yuborishingiz kerakligi to'g'risida. Undan tashqari submission tizimiga o'tib, ro'yxatdan o'tib, 6 xil, 7 xil bosqichlari bor. Shu bosqichlarni bitta ko'rib, yana ko'proq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Qanaqa fayllar, qanaqa ko'rinishda yuborishimiz kerak, nima ma'lumotlarni yuborishimiz kerak bo'ladi. Bundan bir necha kun oldin mana shu nimada submission tizimidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanma qilgan edim va 1 dan 7 gacha bo'lgan steplarni ko'rdim. Nima ma'lumotlar bor, nimalar so'ralgan, nimalar tekstda so'ralgan, nimalar faylda so'ralgan, nimalarga yulduzcha belgisi qo'yilgan, qaysiki javob berishimiz majburiy, qanaqa demak deklaratsiyalar bor, ularni to'ldirishimiz kerak. Mana bularni ko'rib oldimda, ana shundan keyin mana bu fayllarni tayyorlashni boshladim. Submission tizimida ishlash uchun demak avvalambor mualliflar uchun ko'rsatmalarni o'qib chiqamiz. Submission tizimidan ro'yxatdan o'tib, har bitta bosqichni ko'rib chiqamiz, nima bizdan so'ralishini va keyin o'tirib o'sha kerakli fayllarni tayyorlashni boshlaymiz. Demak, hurmatli tadqiqotchilar, video qo'llanmalarimiz yana davom etadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.